Yaxshimisiz? Ancha yaxshiman, mana Tursun aka. Qo'l ko'rikchi. Mana shu yerdagi nut bilmayapmiz, doktorman shu yerdagi. Ha. Og'riq bo'lib. Analiz olganmi o'shani? O'sha chiqami? Ha. Shu chiqmadi xayollarga. Shu og'riq oldindan borda o'ta Shish qaytib qolibdi ancha. Shish qaytdi omonaki. Shish qaytdi oyog'imdan. Ancha o'ziga kelib qolibdi-da, bir xil bo'lib qolibdi. Ha, mana qarang, qani birinchi kunlari Yaxshi. Nima shikoyatlar? Shikoyat yo'q. Bosh yaxshimi? Ha, boshim yaxshilanib qoldi, shunga qayta olaman. Kechqurun jilday. Kechqurun og'ridi-yu, kecha kechqurun, bugun yaxshi-da. Endi sekin joyiga kelyapti, shoshilmay, hali shunaqangi ustini og'irlab bo'lib turishi mumkin-da. Do'stim, shunga qarab turib ko'ramiz. Yaxshi. Stres qarangchi. Yaxshi. Yuzlaringizdan chay tashlab olishlar yo'qmi uchun? Ha? Yaxshi, o'zi tutib olyapti. Yaxshimisiz hozir? Kecha kunlarda ancha o'zgarishlar yaxshi, xudo xolasa. Yaxshi. O'zlar chiqib qoldi. Ancha ovozlar chiqib qoldi. Ko'rgilayinchi safali. Yaxshi. Yaxshimi? Bo'ldi, yaxshi, davom etamiz. Yani ilk alış kelar mi? Keladi. Yurgan. Yaxshimisiz? Nariga oshmadimi? Nima shikoyat? Shikoyatlash qalay? Yurgan yo'q. Ertaga yurgizamiz sizni. Bir yurgizib sinaymiz baribir shu dafa. Pastga tushadilar. Qanday bir qo'laydi chetlashlarni. Necha marta boryapsiz futboldan keyin? Bir 3 marta. Miqdori ham ko'pmi? Og'zingizda cho'chqinlik qilib. Yaxshi. Hop. Qanday hansirashlar? Hansirash endi kecha endi aptekaga borib keldim. Sekin-sekin shunga ketib qoldim. Bir elanib. Yo'q, hali bor. Kerak sinashim kerak. Yo'q, hali sinashga bor, shunday bor. Sinashim kerak deb. O'zingiz Xohladim boqib chiqamiz dedi. Nima yurasiz dedim, sinashim kerak o'zimni deyapman. Ana dorilar ichib turavering. Chesta dorilar to'xtamaymiz. Oradan chiqdi. Oradan emas, hammasini ichamiz. Bu kuni eshitdim, bugun eshitdimmi so'rayman deb. Yo'q. Hali nima qilib xayolimdan ko'tarilib. Endi u kun olyapman, bag'ini ham so'rayman. Yo'q, to'xtatingiz. Yaxshi. Salom.